Ustoz Jaloliddin Usmonov ham ayol ishlari o'zga yurtlarda, erlari o'tirar uylarda. Ular qanday erkak ekanda, qiyomat yaqinmi deymanda. Amal qilmas ilmiga mulla, bu qanday savdo astag'firullah. Bizni aldab qo'ydi mol dunyo, qiyomat yaqinmi deymanda. Xudodan qo'rqmaydi zinokor, may ichib o'zin xor qilgan bisyor. Xudodan qo'rqmaydi zinokor, may ichib o'zin xor qilgan bisyor. Ota ona farzand yo'liga zor, qiyomat yaqinmi deymanda. Ota ona farzand yo'liga zor, qiyomat yaqinmi deymanda. Hali bo'lmasin qiyomat, Allah bizga bergil imkoniyat. Hali bo'lmasin qiyomat, Allah bizga bergil imkoniyat. Biz hali qilmadik ibodat, qiyomat bo'lmasin qiyomat. Hali biz qilmadik ibodat, qiyomat bo'lmasin qiyomat. Qiyomat bo'lmasin qiyomat. Jaloliddin Usmonov zo'r hofiz, lider.